Assalomu alaykum Kral Brand obunaçıları. Biz sizlere bu videomuzda aksiyadaki yöneklerimizni gösterip o'tamiz. Bizning aksiyadaki yöneklerimizde yine yanında Madalyon firmanı Lyon tovarındaki göyneki bu. Bu 3XL'dan 7XL adam bo'ladi. Bu yine ben gösterip turganim 7XL razmeri bu. Bu 150-160 kilo adamlarım doğru geladi. Bunun bahası mesela 205 ming so'mdan bunu 15% minus kılgan halda alıp bilasizlar. Bunu 200'den arzan alasızlar yani şunda. Yine bunda yine başkaça svetleri. Bunda yine bir xil sveti. Bunda yine mavi sveti yine. Medalyonda. Bu firmanın bize de türleri köp. Ben de yine yenkel tam alışnıysa ki yine ben tarafta yine bir zor göynek bu. Şu medalyon firmanı ki bana giysenizler bunlara ütkem hiç namuş ertemez buna. Bu yine dimediğin duradı lekin knopça buladı bu. Yine bulanı orab somkiye salıbam getiveresizler. Gıcım bombaydı bu yine. Çellik kıssanızlar yine. Ütük şertemez buna. Yuvskiyadan göynek 205 ming so'mdan bunam 15% aksiyada haritet bilesizler. Keyin ben tarafta yine yeni uzillar amma yine. Bu göynekimiz Hıbıta var. Medalyon firmanı ki bu 190 ming so'mlik ekan. Bundan ham razmerleri var. Bam aksiya bakada 150 ming so'mlara tushib boradi sizlere. Bunda yine streç materyalındakisi. Keyin ben tarafta yine bize de super velikan göyneklerimiz ham yine. Bu Hıbıta var bo'ladi. Bunu gelip durup uşap görüp sel bir iskasanızlar ham paxta isi gibi attı. 100% paxta bo'ladi bu. Buzdin tutadi. Bam 170-160 kilo adamlara doğru geladi. Bunu svetleri kuri bir xil emas. 2 xil, 3 xil, 4 xil, 5-6 xil svetleri var. Bunun yanında yine bunun ni velikan ham yine mesela. Ullu razmerde. Bulanı keyin ben tarafta ak svetler ham yine. Ak xilisi, hıbı zor. Havanı zor ötüredi. Bu 45-50 derece issil adam yetib qalaveradigan göynek bu. Bulanı bize de her xil razmeri, kichkina xilisi, kattalaniki, velikanı, o'rtasi her xilisi var. Yine yanında bize de yana bir zor göynekimiz var. Turetski Halades'ta var yine. Yupka Tamco firmaniki 275 ming so'mdan bu. Bunam skitga bahada alıp bilesizler. Bundan özü azrakkan. Keyin ben de yine Balleris firmaniki yine ben özüm giyip koygan göynek. Şu an zor göynek. Turetski bo'ladi. Türk'ün zor firmasından biri. 265 ming so'mdan bunu bakası. Bunam 15% skitga da alıp bilesizler. Yine yanında ise Robalo deyen firmaniki 170 ming so'mdan Lyon'lu karası bu. Aryanı görünüp duradon, buzdin tutadon. Zor göyneklerimizden biri bo'ladi. Keyin yine yanında medalyon firmanı elde demedin görünedi. Lekin özü knopka. Tavarı streç materyal bo'ladi. Hıbı. Bunam 3XL'dan 7XL'dan razmerleri var. Velikan bratlar için dım oңайлы göynek bam. Bunam her xil svetleri var. Ben tarafta yine yanında super velikan cinsi göyneklerimiz var. Bunam 15% kitke bahada haritet bilesizler. Bunda açık svet cinsi sveti. Keyin ben tarafta yine Turetski bogan bilesizler bu firmanı, bu Absent firmanı ki. Yine Absent firmanı göyneki. Bam 220 ming so'mdan bunam 15% skitkede minus kılganda 180-190'lara barады bu. Bunam her xil sveti var berdi. Keyin ben tarafta görüp turganlarınız yine sel yine bir Maladyorjny, Hıbı, Lyon tavardaki göyneklerimiz. Yine bulanam bahaları bu medalyon firmaniki 175 ming so'mdan 15% skitkasini minus kılgan halda alaverasizlar bunam. Şu videonu gördüğünüzler mi? YouTube'da mı nerede kaçsına da görgen bolsanızlar şu danışlarınıza, zorlarınıza, karındaşlarınıza hemmesine yeriş yaddan çıkmasın. Ular sizlerni yergen videolarınızı görüp xursand bo'lib ishörden bir vech xarid etse arzon asa sizlere menfaatli bo'ladi. Yine bunda modnimin narsam bayna eldine jins o'ynat tushirilgan. Jinslar bilan zo'r ketaveradi. İçinden bir futbolka giyip giyilaveradi. Bunun bahası 175 ming so'mdan. Bu videonu görgenlerinizde viloyatdan bo'lsanızlar screenshot etip resime tushirib bahası o'zi yaksa bizani telefonlara aloqa chiqib dastavka qildirsangizlar ham bo'ladi bu tez pochta orqali. Bunun razmerleri S'dan 2XL'dan çıkadı. Bu orta yaşlarınki bu. Tamam velikan emas. Bular ham orta yaşlarınki. Bam
S'dan 2XL'dan çıkadan ben tarafındakiler hem. Keyin ben taraftan hem Passat ile 3'ten 7XL'dan çıkadı yine. Bular hem yine 7XL'dan. Velikalları bula. Bulanı bakası. Bu Passat'ı hıbı yöneklerimiz BAM medalyon firmanınki buladı. Bulanı bakasına geleden basak yine bısı 180 bin somdan. Bulanım 15% skitke bakada minus atıp alıp bilesler. Sizlerine bu videolarını görüp oturursunuzlar, gördüğünüzde bir yerden bozsanızlar, şu Xorazmda öğrenişten bozsanızlar, riski gelip razmerlere kaması burun 13'ü, 14'ü, 15'inde baramanda oturmanglar. Riski gelip alınla bulanı. Şunda razmerleri sizler halagan, svetleri, halagan türdekileri boladı. Bu masa razmerleri kam idi, keyin razmeri yok diye virüsle. Eymunda yenen bir cosplay deyen yönekimiz var, Turetski boladı. BAM 3XL'dan başlıydı. 7XL'dan boladı. Bulanın bakasına geleden basak 150 min somdan. Bundan ham bir 5-6'sı var razmerleri. Keyin eymunda Veldoni firmanınki bir kisali hıbı material boladı. 165 min somdan. Bunam 15% skitkasini minus kılgan halda alıp bilesizler. Bu videolarını görgenizde bize navı nişettik, kaysını kımmat koyduk, arzan koyduk, kaysını hata ettik, doğru ettik. Görüp oturup kemçiliklerini komentarya yazıp berinler. Like basışınam yaddan çıkarmanglar. Keyin yine imında set kahili göynekimiz. Bundan bir dana kaptı 165 min somdan 6XL. Zor göynek mamdım. Geyenliğin getikkan göyneklerimizden biri bu. Keyin ben tarafta yine imında medalyon firmanı yenen bir set kahili zor göyneki bayına. Bam yine buz nütradı. Bu dimesi emas, lekin bu knopkalı bu. Dimeye okşatıp koydular. Knopkalı boladı. 2XL'dan 6XL'dan boladı. Bakasına geleden olsak 180 min somdan. 15% skitkasini minus kılgan halda xarid etaverasizlar buni. Assalomu alaykum Kral Brand abunachilari. Bilasizlar, bize Ray Center bozoridan beri почти 20 yil bo'ldi shu sohada ishlab kelyapmiz. Lekin ko'p odamlar meni taniydi. Bu reklamachi, bu ko'p ko'rganmiz, yaxshi kiyimlarni tavsiya qiladi dedi. Qo'ldan kelgancha sizlarga yaxshi kiyimlarni tavsiya qilamiz. Lekin asos, ya'ni Kral Brandni 3 tane tacı bo'lsa, shuni ikkinchi tacından birisi, xudo xolasa, og'am Ray Center bozoriga chiqar edi. Почти 20 yil bo'ldi Ray Center bozoriga chiqib boshlagandan beri. Shuni o'zini doimiy klientlari bor. Bu video şu ağamның doimiy klientlari, ya'ni 15 yildan beri ağamdan göyneklarni, chavurlarni xarid qiladigan mijozlar uchun agar ağamni danagan, Mahmud ağamni danagan mijozlar bo'lsa, videoni bir-biringizga tashlab qo'yinglar. Xudo xolasa, bu yangilik bo'lib sizlar uchun yaxshi yangilik. Uchun esa Ray Center bozorida kichkina do'konda ko'p kiyimlarni sizlarga tavsiya qilishimiz sal qiyinroq edi. Xudo xolasa biz kengaydik, kattalashdik. Kral Brand, ya'ni 500 kvadratlik do'kona o'tdik. Xudo xolasa bilasizlar. Gelip bizden yaxshi sifatli mahsulotlarni xarid qilaverasizlar. Ya'ni Turkiyani, Xitoyni eng original, eng sifatli mahsulotlarni arzon bahodan bizdan topasizlar. Hozir og'amni xudo xolasa bir ikki savol javob olamiz. Keyin indiki videolarda og'amdan reklamalarda ko'rib başlaysizlar. Assalomu alaykum. Bizani ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube, Telegram, har xil internet saytlarında göradigan klientlarimiz. Bize Ray Center bozoridagi 237 magazinimni ildim. Endi beyanında, xudo xolasa, beyanda Nadmesdagi yagona bo'lgan Kral Brand dükanımızda hammangizni kutib qolamiz. Bizani 2005'ten beri klientimiz bolup yatırgan ağala ülkele klientlerimiz. Endi bize beyanında her xil turdaki veclerini Nadmesdagi Kral Brandimizde davom ettiramiz. Bize de her xil murskoy tema doğru keladigan kiyimlar var. Somkalar, duxilar, setlar. Endi bize öz faoliyatimizni bu yoqda davom ettiramiz. Bozorda emas. Bozordagi dükkanda emas. Kral Brand 9 etajlı domni binoni birinchi etajında joylashgan. Hozir biz 9-etajındamiz. Sizlarga manzil tushuntirajakmiz. Yanada yaqinroq, yanada osonroq topishingiz uchun. Qaranglar, Ahim buva masjidi bu yo'lni to'g'ri o'zi Gullan yo'lini olib chiqadi. Ishi yo'lini to'g'ri o'zi burilmasdan, to'g'ridan to'g'ri ketsangiz Gullan yo'lini olib chiqadi. Shu Charraxa Sen Murat maqsad Charraxasi hisoblanadi. Charraxada Kral Brand manzili joylashgan. Ya'ni bizning do'konni yine shu mashinalar turgan yerdan ko'rishingiz mumkin. Shu Kral Brandning yangi manzili.
Hammaya ma'lum Tomaris Nur gipermarketi, Jaloliddin Manguberdi haykalini bilasizlar, to'g'rimi? Yine qarang, ishi yo'l, hammasi shunga olib boradi. Ishi yo'l bo'ylab ketadigan bo'lsangiz, ana to'rinda ana даже gipermarket ham ko'rinadi. Yaxshilab qarasangiz, 9 etaj ham ko'rinadi. Azizlar, hunda ana seyr bo'lib turgan domla вечерний yarmarkaning domi. Ishi yo'l Jaloliddin Manguberdi yodgorligini oldindan doğrudan-doğru Kral Brendga keladi. Siz Jaloliddin Manguberdi o'ng qo'lingizda qoladi, Tomaris Nur chap qo'lingizda qoladi. Doğrudan-doğru burilming desangizlar, Kral Brendning manziline Murat Maqsad перекресткасына duch kelasizlar. Ya'ni topishingiz yanada oson. Yana hammaga ma'lum Beshni ko'piri, Saxirni больница, Ko'rlay darasi bu tomonda qoldi. Azizlar, ishi ko'pirdan gelsangizlar, Shovot yo'lidan o'tasizlar, даже bu tomondan Xonqa tarafdan gelsangizlar ham oson bo'ladi. Ya'ni ishi yo'lini to'g'ri o'zi Beshni ko'pirini, Ko'rlay darasini, Charraqasini sizlarni olib chiqib qo'yadi. Topish shu darajada osonki, faqat shu videoni ko'rdingizmi, yo'l otishingiz qoladi xolos. Beruni tomondan keladigan, Abxodnoy yo'ldan keladigan bo'lsangizlar, kardiologiyaning yo'li, ishi yo'l, kardiologiyaning yo'lini olib chiqadi. Ya'ni yurak больницаning yo'lini olib chiqadi. Abxodnoy Kolsoy yo'ldan kelaman desangizlar ham, to'g'ri shu yo'l orqali kelasizlar. Shunning aylanasizlar, Kral Brendning yanada manzili. Shu darajada topish osonki, agarda Murat Maqsad перекресткасini, qoidasini, pravilasini tushunadigan bo'lsangizlar, sizlar uchun shu darajada oson bo'ladi. Ya'ni agar Geshda keladigan bo'lsangizlar, Geshda Charraqa bo'ylab yop-yorug' bo'lib, chiroyli bo'lib, sizning ko'zingizga chalinadigan bo'lib ko'rinib turadi. Bu tomon esa kardiologiya tomon. Ya'ni kardiologiyadan kelish shu darajada oson. Imunda esa doninon. Hunda esa u ishi domni ko'rib turibsizlar, yana bitgan dom. Shuni elinda sal o'tgandan keyin Toshkentdan keyin hisoblanadi. Ya'ni to'yxonalar ham ko'p yerda. Omad to'yxonasi bor, Bobur to'yxonasi bor balki. Shu to'yxonalardan kelishingizda ish Charraqadan o'tasizda, unda bir Charraqa qoladi. Shundan yana aylanib ish yerga kelasizlar. Yana Murat Maqsad перекресткасы bo'ladi. Ya'ni Kral Brendni yangilangan, yangi dizaynda ishlangan yangi do'konidan birisi bo'ladi azizlar. Topshingiz shu darajada oson. Bu videoni ko'rgandan keyin kommentariya ostuna "Mestani topdim" deb yozsangizlar ham bo'ladi. Ya'ni mesta nerda, lokatsiya tashanglar deb aytadilar. Shu darajada zo'r tushuntirdik deb o'ylayman, xudo xolasa.